Barchaga assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan Zenix va mening bugungi videomga xush kelibsiz. Men bugungi videomda top 5 ta modlarni obzor qilib ko'rsataman. Agar siz bunga tayyor bo'lsangiz, videoni boshlayman. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va o'z fikrlaringizni izohlarda yozib keting. Birinchi modimiz bu 20 ta yangi biyomlarni qo'shib beradi. 20 ta jild yangi biyomlar. Siz har safar Ender Dragon'ni o'ldirasiz, lekin bu juda ham zerikarli ish bo'lib ketadi. Lekin ikkinchi modimiz sizga albatta yoqadi. Yangi bosslar va yangi qurollar hamma narsa o'z ichiga oladi va mana bu biyomga o'xshagan 20 tasini qo'shib beradi. Keyingi uchinchi modimiz esa bu yangi strukturalarni qo'shadi va o'ziga yarasha bosslari bilan. To'rtinchi modimiz mana bunday zombilarni qo'shadi, ya'ni bular qurollangan zombilar, eng kuchlisi, 2 baravar kuchlisi. Va bu mod ichida tepasida jonini ham ko'rsatib turadi. Barcha modlar ishlash uchun albatta obязательно eksperimentlarni yoqib qo'ying. 5-mod esa o'zi butun dunyoni o'zgartirib yuboradi. Yangi moblar va yangi bosslar. Har bir biyomning o'zining bossi bo'ladi. Ya'ni sizning dunyoyingiz sehrli olamga aylanadi. Mening videoim shu joyda yakun topadi. Sizlarga bu 5 ta mod kerak bo'lsa, men Telegram kanalimdan topasiz. Telegram kanalim ekraningizda chiqib turadi yoki kommentariyada ham bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoga like bosing va obuna bo'ling, chunki men 50 taga harakat qilyapman.